Bir sartarosh mijozning sochini olarkan gap boshladi. Agar Xudo borligi rost bo'lsa, odamlar orasidagi shuncha kasalliklar qayerdan kelgan? Ota-onasiz bolalar, adolatsiz urushlar qayerdan? Agar Xudo bo'lganida edi, hech qanday qayg'u va og'riqlar bo'lmasdi. Barchani sevadigan Xudo bu ishlarga yo'l qo'yishiga ishonish qiyin. Shuning uchun shaxsan men uning mavjudligiga ishonmayman debdi. Shunda soch oldirayotgan mijoz sartaroshga qarab, bilasizmi, dunyoda sartaroshlar yo'q. Men sartaroshlar borligiga ishonmayman debdi. Qanaqasiga hayron bo'pti sartarosh. Ulardan biri qarshingizda turibdi-ku deb kulibdi. Yo'q deb gapidan qaytmabdi mijoz. Sartaroshlar mavjud emas, aks holda ana u kishiga o'xshagan soch soqoli o'sib ketgan odamlar bo'lmas edi. Shunda sartarosh taajjublanib, axir gap sartaroshlarda emas-ku, shunchaki ular